O'zbekiston milliy terma jamoasi va Yevropada to'p surayotgan himoyachi Abduqodir Husanovga bo'lgan qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Manbalarga ko'ra, futbolchiga nafaqat Real Madrid, balki Barselona klubi ham qiziqish bildirmoqda. So'nggi kunlarda Barselona safida markaziy himoyada muammolar yuzaga keldi. Kunday o'yinda jarohat oldi. Undan avval esa Kristensen butun mavsumga safdan chiqqani ma'lum bo'lgan edi. Xuddi shunday vaziyat Real Madrid klubida ham kuzatilmoqda. Jamoa himoya chizig'ini kuchaytirish variantlarini izlamoqda. Abduqodir Husanovni esa ijara asosida tarkibga qo'shib olish varianti ko'rib chiqilayotgani aytilmoqda. Ayniqsa Qirollik klubi rahbariyati ushbu transferni nafaqat sport, balki marketing nuqtai nazaridan ham foydali deb baholamoqda. Real Madrid Osiyo bozorida, xususan Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishni maqsad qilgan va o'zbekistonlik futbolchining kelishi bu jarayonga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu O'zbekiston futboli tarixidagi eng yirik voqealardan biri. Shuningdek, Yevropa futbolida ham olamshumul yangilik